Assalomu alaykum hurmatli savdogarlar. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa mana 15-darsimizga ham qadam tashlab oldik. Bugun sizlar bilan aynan juda chiroyli bo'lgan mavzulardan biri darajalar haqida o'rganamiz. Xo'p, men bitta narsani ayta olaman, to что bu mavzu, ya'ni bu dars sizlarga darajalar haqida eng sodda va eng tushunarli dars bo'ladi. To'g'ri, ancha qisqa bo'ladi. Misol 1 soat, 2 soat, 5 soatlab vaqtinglarni olmayman. 20 minut, yarim soat, nari borsa 40 minutda sizlarni o'sha 4 soatdan beri o'rgatayotgan, kunlab o'rgatayotgan, haftalab o'rgatayotgan narsasini men sizga o'sha narsani tushuntirib beraman. Albatta buni 40 minutda o'rganib yoki yarim soatda o'rganib sразу pul topib keta olmaysiz. Bu duroко ясно bu narsa. Lekin siz bu narsa orqali ko'proq praktika qilib, o'zingizda ishlab, bu narsani haftalab, bu narsani oylab praktika qilib, o'zingizda ishlab, har bitta savdolarni yaxshilab, sekin-sekin albatta natijaga chiqsangiz bo'ladi. Natijaga chiqish bu sizning qo'lingizdagi narsa. Men natijaga chiqishingizni kafolatlab bermayman. Albatta bu hamma narsa o'zingizning qo'lingizda. O'rganayotgan mavzungiz bo'yicha men o'rgatgandaqa praktika usullar, ya'ni oldingi darslardagi praktika usullarni ko'rib, shularni qilib, ko'proq savdo qilib, real akkauntda, cent akkauntda bo'lsa ham ko'proq ishlab, qaysidir ma'noda har bitta savdoinglarni rivojlantirib, yaxshilab borsanglar, albatta natija ko'rasizlar. Natija albatta o'zingizlarning qo'lingizda bo'ladi har doim. Aynan sohada pul taraflama emas, bilim taraflama demoqchiman. Pul taraflama hech kim aytolmaydi, u bizning qo'limizda deb. Xo'p, demak, mayli unaqa ko'p cho'zmayman, darajalar haqida gapiramiz sizlarga. Darajalar, uровеньlar bu bozor keyinchalik reaksiya olish uchun tashkil etilgan zonalar hisoblanadi. Ya'ni darajalar shunaqa ko'rinishda bo'ladiki, ular to'rtburchak olinadi. Bu siz juda ko'p analizlarda ko'rgandirsiz bu narsani, juda ko'p joylarda ko'rgansiz bu darajalar haqida. Xo'p, bu aynan bozor tarixida shunaqa zonalar, to'rtburchak zonalar qoldirib ketadi. Keyinchalik narx kelib, bu aynan o'sha joyga tegib, shu yerdan sellga pastga yoki tepaga reaksiya olish uchun, ya'ni harakat olish uchun, harakat qilish uchun bozor shunaqa zonalar tashib ketadi. Mana bu sell varianti, bu esa buy varianti. Sizlar aytishinglar mumkin, biz bunaqa to'rtburchaklarni qayerdan olamiz, qanaqa topamiz desanglar, bu narsani topish yo'llari bor. Men hozir sekin-sekin bu narsani tushuntiraman. Ya'ni bu to'rtburchak zonalarimiz ham, bu to'rtburchak darajalarimiz ham hech qachon havodan olinmagan. Ya'ni chiroyli grafik narxi chiroyli bo'lgani uchun shunaqa olinmagan bu narsa. Albatta bu narsaning logikasi bor, albatta bu narsaning qonun qoidalari bor, eski qonun qoidalari. Va biz o'rganayotgan uslublar bilasizlar, klassika asosiy. Nimaga klassika? Chunki bu o'rganishga ancha oson. Sizlar sohada yangi bo'lganingiz uchun men sizlarga qiyinroq mavzular o'tib bera olmayman. Boshidan tushunishinglar qiyinchilik bilan boshlanmasligi uchun men sizlarga klassika mavzularini tushuntirib beraman. Va bu daraja mavzusi ham albatta klassika mavzularining biriga kiradi. Hozir sizlar bilan bu darajalarni turlari haqida gaplashamiz va ularning asosiy vaqtimizni ularning praktikasi, ya'ni ularni bozorlarda, paralarda qidirish bilan band bo'lamiz. Kelinglar turlar haqida gaplashaylik. Darajalar ikki xil turga ega bo'ladi. Birinchisi, bu bozordagi narx 2-3 ta bir xil zona, bir xil narxdan reaksiya olgani, ya'ni o'sha bir xil narx zonasidan qaytgan payti o'sha joy примерно to'rtburchak olinib, shu yerdan zona, keyinchalik narx qaytish uchun zona deb belgilanadi. Aynan bu narsa bizda daraja deyiladi. Misol, mana bu bitta narx bitta qaytyapti mana bu zonadan, narx ikkinchi marta qaytdi. Va buni примерно daraja narxlari 5005 va 5010lar, ya'ni примерно 5 punktlik daraja. Va aynan bu vaziyatda bolalar biz mana shu darajalarni bemalol zona deb olsak bo'ladi va keyinchalik agar narx mana shu zonalarga qaytib kirsa, biz sellga savdo qilib ko'rsak bo'ladi. Bu sell varianti va aynan bizda tepadan, ya'ni maksimumlar deyiladi, bilasizlar, o'sha maksimumlarni birlashtirib o'sha yerdan zona toptamizmi, mana shu darajamizning nomi resistance deyiladi, ya'ni o'zbekchaga tarjima qilinganda qarama-qarshilik deyiladi, ya'ni yo'q, uzr. Qo'llab-quvvatlash qaytaruvchi vazifasini o'taydi. Men o'zbekcha to'g'ri tarjimasini hozir esimdan chiqib ketib qoldi hozir. Bu qaytaruvchi vazifani o'taydi va bozor mabodo shu yerga kelsa, bozorda qaytarib turadi. Bu narsa rus tilida сопротивление deb nomlanadi. Xo'p, demak, qarshilik zonasi, ya'ni qarshilik zonasi deyiladi. Qarama-qarshi deyapman men. Qarshilik darajasi deyiladi mana shu narsa. Xo'p, keyingisi bu buy varianti, ya'ni narx minimum yaratyapti va примерно o'sha diapazonda yana bitta minimum yaratdi. Bu diapazonlarning narxi, ya'ni toch minimumdan ushlab rovno usholmaysizlar baribir. Bu bozorda hech qachon ideal narsaga harakat qilmanglar. Chiroy bozorda yo'q narsa.
4090 dan 4095 gacha bo'lgan harakat bo'lgan, daraja bo'lgan. Aynan o'sha joyi biz xohlagan o'zimizning fantaziyamizga bog'liq bo'lib to'rtburchak tortamiz. To'rtburchak tortishda ham e'tibor beringlar, bu slishkim katta, bu slishkim kichkina. Bu eng normasi. Tushunarli? Ya'ni na glas tortiladi doimo. Xo'p, keyinchalik narx-mamitga kelgan payti bemalol bayga savdo qilib ko'rsak bo'ladi. Albatta tasdiqlarni hisoblab hech qachon biz tasdiq ishlamaymiz. Kelgandan keyin shu yerdan bayga qiziqib ko'rsak bo'ladi. Bu elementariy darajalar, ya'ni bay va sell darajalarining ko'rinishi. Bu darajamizning nomi support deyiladi, ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilinganda qo'llab-quvvatlash darajasi, ya'ni поддержка deyiladi. Zona поддержки и zona сопротивления deyiladi bular. Xo'p, bu mavzular ancha yildan beri trade sohasida bor. Albatta bu mavzularni xohlagan hozirgi vaziyatda tajribali savdogaringiz bu mavzuni albatta o'tgan, chunki bu любой trader bilishi kerak bo'lgan qaysidir ma'noda bu gimnda, ya'ni tradingning gimni aynan уровеньlar hisoblanadi. Shu sababdan bu mavzularni любой trader biladi. Xo'p, men sizlarga bu narsani boshqacharoq bir tushunarliroq aytaman. Ya'ni bu mavzuni ko'pchilik mana bunaqa deb nomlaydi. SNR. Bu narsani eshitgan bo'lsanglar kerak. Ya'ni SNR strategiyasi bor, SNR unisi bor, SNR bunisi bor. Biz SNR bo'yicha bu narsani o'rgatamiz, biz SNR bo'yicha buni ishlatamiz degan aynan traderlarda shunaqa logika bor. Albatta bu ham oddiy resistance va support zonalardan kelib chiqqan narsa. Ya'ni SNR strategiyasi ham bu faqat mana shu ikkita narsa orqali kelgan narsa. Bu просто strategiya deb yaratib olgan, misol malayziyskiy, singapurskiy, hindistanskiy nimadir. Это уже odamlarning o'zini ishlatishiga bog'liq, odamlarning o'zini fantaziyasiga bog'liq, odamlarning o'zini bu oddiy mavzularni qiyinlashtirib, qanaqadir sodda narsani ham qanaqadir seryozni ko'rsatishiga bog'liq. Endi men bu narsani yomonlaganim yo'q, u просто hammani o'zini albatta individual ishlatishiga bog'liq. Kim qanaqa ishlatishi, endi bu o'ziga. Xo'p, no bu narsani qanaqadir sekretni brilliant qilib ko'rsatish kerak emas. Bu albatta sodda narsalar, bu albatta internetda bor. Trade sohasida любой o'rganayotgan mavzular internetda любой publikda любой informatsiyalar bo'yicha topsanglar bo'ladi. Xohlagan joylarda chiqadi bu narsa. Ya'ni o'rganayotgan mavzular albatta любой joyda bor. Sekretni formula hech qayerda yo'q. Trade sohasida sekretni formula yo'q. Xo'p, demak, birinchi daraja hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu naqa qiyin emas va ikkinchisi, bu ko'pchilik indamaydigan, ko'pchilik yashiradigan zona. Ya'ni chiroyli va kuchli sonlar darajasi. Ya'ni bu asosan tillarda ko'p men kuzatganman bu narsani. Ya'ni men ikkita sonlar chiqarib qo'yganman. Birinchisi bu kuchliroq degani nimaga? Chunki qaranglar, bu yerda yaxlit juda katta sonlar bor. 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500. Misol bozorga kirib savdolasizlik bilamiz bu narsani. Misol bu narsa 12000, 13000, 14000 bo'lib qolgan bo'lsa, keling shuni 10000 qilib qo'yaylik deysiz, mana 10000 ga kelishtiraylik. Nimaga? Chunki odamga yoqadi bunaqa sonlar. Odamga nullari ko'p, odamga o'sha целый числоlar yoqadi. Misol 10000, 5000, 15000 mana shu sonlar juda yoqadi odamga. Shu sababdan aynan bozorda ham bularning o'ziga yarasha kuchi bor, katta kuchi bor bularning. Keyingisi bu ikkinchisi, bu 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500 bular уже второстепенный hisoblanadi. Endi bular ishlaydi albatta, lekin вероятность ozgina kamroq bo'lishi mumkin. Buni ikkalasini men 100% ishlaydi demayman, просто bozorda agar kuzatsanglar ko'p reaksiya olgan deyapman. Bu aynan asosan tillardagi harakat. Bu haqida sizlar kam joyda eshitgansizlar. Men sizlarga bu narsani tushuntirib bera qolaman. Bu ham sekretni informatsiya emas. Balkim foydali bo'lsa, men ham bu narsadan xursand bo'laman. Xo'p, kelinglar, men sizlarni unaqa ko'p vaqtinglarni olmayman va asosiy vaqtimizni biz praktikaga qaratamiz. Xo'p, ketdik. Biz Euro USD parasida 1 soatlik time frame'damiz va aynan hozirgi harakatda bozorda men просто направление bozorda просто harakatini ko'rmoqchiman, ya'ni tushunmoqchiman nima uchun qattiq harakatlanayotgan. Demak, bizning SNRimiz qanaqa bo'lishi kerak? Agar biz resistance topmoqchi bo'lsak, bizda mana bunaqa, ya'ni tepadan bo'lishi kerak. Ya'ni resistance tushundinglar nimaligini, ya'ni tepadan qaytaruvchi, ya'ni ikkita qaytaruvchi bo'lsa, o'sha joy biz zona deb olamiz. Keyinchalik narx qaytib kelsa, albatta sellga shu yerdan savdo qilib ko'rsak bo'ladi. Kelinglar, biz mana shu atrofdan resistance qidirib ko'ramiz. Bu resistance ikkita maksimumni shunday belgilaysizlar, все, o'sha joy resistance bo'ladi. Misol men bitta maksimum, ikkita maksimum, uchta maksimum bo'ldi. Все, mana shu siz shunday belgilaysiz, aynan mana shu zona sizga resistance bo'ladi. Men просто R deb belgilab qo'yaman, u sizlarga noqullik tug'dirmaydi deb o'ylayman, chunki men o'rinlarni o'zimning savdoyimda kamdan kam ishlataman. Atak men bunaqa belgilab qo'ysam ham bo'ladi. Bu unaqa qanaqadir qiyinchilik menga tug'dirmaydi. Mana resistance deb yozib qo'yar ekanman, mayli. Bor ekan menda shablon. Xo'p, narx keyinchalik kiryapti. Keyinchalik kirgandan keyin mana shundan chiroyli oqish.
va siz aynan tasdiqlarga qarab savdo qilsangiz, bu yerda chiroyli savdo qilib ketsangiz bo'ladi. Misol, qanaqa tasdiq sizga kerak? Mana selga mod, mana selga mod. Siz keyingi shamchidan savdo qilasiz, stop zonani ozgina teparog'iga qo'yib va bu vaziyatda o'zi siz 1:5 отношениyadan ko'proq chiqib ketyapsiz. Va keyingi shamchi xuddi shunaqa bu moddan savdo qilyapsiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa kichkina stop bilan ishlayapsiz. Va bu ham sizga 8 barobar olib chiqib beryapti. E'tibor beringlar, 8 error, ya'ni 8 barobar olib chiqib ketayotganinglar, ya'ni foyda qilayotganinglar bu zona bo'lgani uchun emas. 8 barobar olib chiqib ketayotganinglar bu yerda siz tasdiq bilan ishlaganingiz uchun. Bu narsa hech qachon esingizdan chiqmasin. Xo'p, bu narsani tushundinglar. Yana bitta primer ko'rsataman. Mana 1, 2 ta kasanga biz amayishga zona chizamiz. Aynan mana shu zonamiz resistance bo'ladi. Narx keyinchalik kelganda savdo qilamiz. Mana keyinchalik yotdi, 2 marta podrad teyapti. Ulgurmatikmi, все, o'tkazamiz. Narx zato keyinchalik yana bir harakat. Mana kasanga biz mana shu atroflardan iloji boricha vaziyatga qarab, albatta tasdiqlarga qarab, ichki time frame'dagi tasdiqlarga qarab savdo qilamiz. Mana bu logoga tepa qo'ysangiz, bu yerda ham xuddi shunaqa 1:5 отношение bor bemalol. Ya'ni bemalol bu modellarni savdo qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, supportga o'tamiz. 2 ta kasanga, 2 ta kasanga support zonasi va narx keyinchalik shotga kelsa, biz bayga savdo qilishimiz kerak. Narx keyinchalik mana kiryapti shotga, biz shu yerdan iloji boricha bayga qiziqishimiz kerak. Albatta stop zonani tegroqda bo'ladi va take profit o'zimizning vaziyatga qarab, tepadagi zonalarga qarab qo'yishimiz mumkin bu yerda. Mana 1:5 отношение beryapti. Любой narsa bo'yicha 1-2 olib chiqib ketsanglar ham sizlarga yetadi bu narsa, men sizlarga aytaman. Bu narsalar sodda narsalar hisoblanadi. Ya'ni buni ishlatish, bular bo'yicha savdo qilish, bular eng sodda mavzular hisoblanadi. Xo'p, demak, men bu yerda mana 1, 2, 3 ta kasanga bor, biz mana shu zonada boramiz va e'tibor beringlar, keyinchalik bu narx kiryapti o'shtga. Kirgandan keyin qanaqadir tasdiqlar orqali biz savdo qilib bemalol bayga qiziqib tursak bo'ladi. Endi tasdiq bu o'zingizlarning xohishingizdan kelib chiqib bo'ladi-da. Tasdiqinglarni ham o'sha bermayman, u o'zingizlarning xohishingizdan kelib chiqib, o'zingizlarning harakatinglardan kelib chiqib, bu yoningizda mana 7.5 отношение beryapti. Bu vaziyat ham juda chiroyli vaziyatlardan biri hisoblanar ekan. Ya'ni bu mavzuni biz praktikada qilsak, vechna qilamiz. No, asosiy nyuanslarga e'tibor beramiz. Xo'p, qanaqa nyuans? Qanaqa bu yerda nyuans bor? Nyuans bu o'sha zametka olishga harakat qilamiz. Xo'p, misol narx ko'tarildi, tushdi, ko'tarildi, tushdi, o'ynayapti pastda, tepada, pastda, yana bitta ko'tarildi, yana tushdi. Va bu bizga qanaqadir daraja hisoblanadi, albatta. Ya'ni resistance, qaytaruvchi daraja. Va narx o'sha darajaga yana qaytib keldi. E'tibor beringlar, o'sha 3ta, 4ta bo'lib ketdimi, bitta narsani tushunishimiz kerak, buni buzishga harakat qilyapti, demak. Bozor bitta buni skachok berib buzadi. Va buzgandan keyin mana resistance buzildi. Endi bo'ldimi, qotadimi shu yerda? Yo'q, bo'ldi. Bu narsa qotmaydi. Bu narsa dalcha davom etadi. Ya'ni buni o'sha davom etishi faqat resistance emasda, buni davom etishi support sifatida bo'ladi. Ya'ni bu o'sha ko'tarilish darajasini belgilaydi. Narx keyinchalik mana shu supportga qaytganda, shu yerda biz bayga bemalol qiziqsak bo'ladi. Bu sizlarga oddiy resistance'da supportga o'zgarib ketayotgani. SNR degani mana shu narsa. Ya'ni resistance supportga o'zgarib ketayotgani sizlarga oddiy SNR degan tushunchani beradi. Xo'p, yana bitta primer. Mana narx tushyapti. Mana bitta support qanaqadir shakllandi, bozor o'ynadi tepaga, pastga, tepaga. Xo'p, mana bitta bizda support darajasi bor va bozor aynan mana shu supportni juda kuchli harakat bilan pastga buzib o'tdi. Mana pastga buzdi, mana supportimiz buzildi va avtomatik buzilgan supportimiz bizga keyinchalik resistance vazifasini o'tashi mumkin. Ya'ni narx keyinchalik mana qaytib kelyapti va yig'ilib shu yerdan yana bitta pastga oqish. Mana nimaga bu narsani sizlarga tushuntiraman, keyinchalik sizlarda qiyinchilik bo'lmasin deb hamma tarafini, har bitta nyuans, har bitta ichidan ipidan ignasigacha sizlarga tushuntirishga harakat qilaman-da. O'shaning uchun. Xo'p, misol tak, qayerda men belgiladim? Xo'p, boya belgilagan narsa. No, mayli. Mana bu yerda olamiz, qaranglar mana. Bitta kasanga, ikkita kasanga. Bu bizga resistance. Keyinchalik narx kelsa, shu yerdan selga qilsa ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bular juda kichkina kasangalar bo'lgancha, albatta kichkina harakat bo'ladi. Keyinchalik kiryapti, mana uchinchisida shu yerdan pastga oqib ketyapti. Narx qaytib keldi. Siz mana bitta savdo qilib ulgurgan bo'lishingiz kerak, albatta tasdiqlarga e'tibor berib. Narx keyinchalik qaytib keldi. Qaytib kelgandan keyin bu narx impulsivni buzdi. Buzgandan keyin bu rezistansimiz avtomatik nimaga o'zgaradi? Albatta supportga o'zgaradi. Tushunarli? Ya'ni aynan bu resistance darajamiz bizga supportga o'zgaradi. Keyinchalik bemalol bayga qiziqib ko'rsak bo'ladi. Bu narx nafaqat balkim mana bu yerda ishlaydi. Keyinchalik buni buzib, o'sha yig'ilib qolgan narxlar bu narx hisoblanadi. Ya'ni bu narx pastdan yig'iladimi, tepadan yig'iladimi qiziq emas. Aynan mana shu narx qiziqadi. Tepadan keladimi o'sha narxga, pastdan keladimi, baribir o'sha narxga qiziqadi. Shu sababdan resistance darajamiz bizga supportga aylanib ketadi.
va e'tibor beringlar, mana support kiryapti bitta reaksiya payga. Supportga kiryapti, mana bu yerdan agar kattaroq chizsak, ikkinchi reaksiya payga. Support kiryapti, uchinchi reaksiya payga, to'rtinchi reaksiya payga уже kuch qolmayapti bunda. Bam passiv yechyapti, buzyapti. Va bu support darajamiz nimaga o'zgaradi? Xuddi shunaqa. Молодцы. Ya'ni bu support darajamiz bizga yana resistance vazifasini o'taydi. Mana. Buni yana daraja tortamiz. Xo'p, bu yerda mana resistance darajasini tortdik, lekin bu уже resistance buzyapti. Nima uchun? Nima uchun bu resistance? Resistance mana reaksiya qilyapti support vazifasi. Nimaga bu tepada o'ynab qolyapti? Chunki buni asosiy sababi mana bu. Mana bitta reaksiya qilyapti, mana bitta reaksiya qilyapti, mana bitta. Mana. Ya'ni tepada bitta skrit daraja bor. Bu nima uchun skrit deyapman? Chunki agar biz hozir bu yerda grafikka ko'rinishini agar mana liniyaga o'tkazib qo'ysak, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Mana bitta harakat, ikkita kasanya, uchta kasanya, mana bitta 4 ta 5 ta yig'ilish bo'lyapti. Aynan mana shu narsa bizga resistance vazifasini o'taydi. Ya'ni mana bu resistance bu yerga ko'chgan bo'ladi. Mana shu narsaga ham ozgina e'tiborliroq bo'linglar. Tushunarli? Xo'p, yana joyiga qaytaramiz. Bu yerda mana resistance vazifasini o'tab, bozor reaksiya olib beryapti. No, mana bu resistanceimiz admin bo'lmayapti. Bu resistance mana bitta qotdi, buni yana buzdi. Xo'p, tepaga buzgandan keyin bu resistance bizga avtomatik nimaga o'zgardi? Albatta, supportga o'zgardi. Va supportni bozor mana bitta bayga kichkina reaksiya olib, ikkita daraja orasida reaksiya oldi, pastga tepaga reaksiya olib, bitta pastni buzdi va mana bu supportimiz yana avtomatik nimaga o'zgardi? Albatta, resistance darajasiga o'zgardi. Va keyinchalik mana ko'rishingiz mumkin, narx o'sha rezistansiyadan bitta reaksiya olgan, no, keyinchalik bo'lmagan. Nima uchun? Chunki bu yerda ham xuddi shunaqa logika. Mana bu supportimiz ozgina teparoq qolgan, mana bu примерно uni to'g'ri logikasi bo'ladi va mana shu supportimiz bu yerda resistance bo'lgan bo'ladi. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Это logично deb o'ylayman bu narsani. Bu yerda ham mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta kasanya bor. Xo'p, biz agar vizualni qarasak, bizning darajamiz mana bitta bo'lishi kerak. To'g'rimi? Vizualni qarasak, mana bitta qaranglar, ozgina aniqlik yo'qotib qo'yadi. No, xuddi shunaqa skrit darajani topib berishni men o'rgataman sizlarga. Daraja tortib joylardan grafikka shunday liniyaga o'tkazasizlar. Mana 1, 2, 3 ta kasanya. Все, demak daraja mana bitta. Tushunarli? Va agar men yana liniyadan yana yaponskiy shiftiga o'tkazaman, qarang, keyinchalik bu narsa resistance qilib ishlatishingiz uchun mana chiroyli reaksiya. Va buning uchun tasdiq mana engulfing plus mode. Mana sizlarga tasdiq. Yana nima kerak? Stop loss bu endi engulfing bo'lgani uchun tepasiga qo'yasizlar. Take amloga qo'ysanglar ham birga oldi sotishni berar ekan. Mana bu sizlarga darajalarni ishlatishda eng ideal variant hisoblanadi va bundan обязательно foydalaninglar bolalar. Bu juda qimmatbaho ma'lumotlar hisoblanadi. Albatta vaqtimiz hech qanaqa chegaralanmagan, vaqtimizda VIP, no, ma'lumotlarni dalcha cho'zgandan foyda yo'q, lapshaga o'xshab. Bu narsani tez o'rganish kerak va bozorda ko'proq praktika qilish kerak. Endi kelinglar, men sizlarga tillarda aynan o'sha o'zim aytgan katta darajalar haqida gaplashamiz. Ya'ni o'sha narxlar haqida gaplashamiz. Xo'p, biz bu narsani tushunishimiz uchun biz eng katta bo'lgan darajani belgilab olamiz. Ya'ni 3000 dan boshlaymiz. Men kattaroq nimaga o'tkazib qo'yaman buni? Misol bir kunlik time frame o'tkazaman. Misol mana bu bizga kerak bo'ladigan instrument. Tushundinglar, bu polni gorizontalniy liniya hisoblanadi. Bu gorizontal liniyani kattaroq belgilab qo'yamiz. Misol mana 3 talik yetar ekan. Grafikani buni qizil qilsak, ko'k. Mana ko'k bo'ladi menga, unaqa javob muhim emas ekan. Endi bu narxini biz yozamiz. Xo'p, men boya sizlarga aytdim, 3000 rovno 3000 muhim rol o'ynaydi dedim. Mana 3000. Tak. Yana bitta qo'yamiz. Yana bitta qo'yamiz. Xo'p, keyingisi 3000 dan keyin 3500. Mana. Xo'p, keyingisi 3500 dan keyin 4000. Bular o'zi kattalarida. Mana. Xo'p, keyingisi 4000 dan keyin 4500. Keyingisi hop 5000. Keyingisi albatta 5500. Mana 5500. Bu bizga katta darajalar hisoblanadi. Kelinglar, mana shuni ozgina yana tarixiy menyularni ko'rib chiqamiz. Ya'ni 2500 ham qilamiz. 2500. Hop, mana 3000 da turganda o'zi. Yangi qo'yamiz. 2500, 2000 larni ham ko'rib chiqamiz unda. 2500 va 2000.
Mana bu endi tarixga o'tib ketib qoldik. Men sizlarga logikasini tushuntirmoqchiman bu narsani. Xo'p, e'tibor beramiz. 2000 dan boshlaymiz. Misol mana narx 2000 yurgan payt e'tibor beramiz. Mana bu yerda narx 2000 ga mana bu yerda chiqqan. Bu chiqqani undan oldin narx 2000 ga chiqmagan. 1900 dan qaytib ketgan. 20-yil как раз o'zi aktivni savdo qilayotgan paytlarimiz. Ben как раз adashmasamda примерно trade sohasiga kirib kelgan paytlarim bo'lgan 1900, endi men 1800 paytlar kirib kelganman. Mana bu atroflarda yanvar dekabrmidi или fevralmidi mana 19 уже 20 momentlarda men sohaga kirib kelganman. 1500-1600 payti. Keyinchalik narx ko'tarildi va 2000 ga chiqqan. Mana shu mavzuni bilmaganligim meni minusim bo'lgan va o'shaning uchun ham sizlarga bu narsani tushuntiraman. Qaranglar. Hozir 2000 ga chiqyapti-da, o'sha atrofdan примерно selga atkat. Yana ko'tarilyapti, yana selga atkat. Yana ko'tarilyapti, yana selga atkat. Yana ko'tarilyapti, yana selga atkat. Yana ko'tarildi, yana selga atkat mana. Rovna 2000 dan qaranglar. Da, mana bu yerda tepada soyalari bor-u, desanglar, no tasdiq bilan ishlasanglar, bu sizlarga unaqa muammo yaratmaydi. Sizlar baribir tasdiq bilan savdo qilasizlar. To'pa 2000 dan sell limit qo'yib ishlamaysizlar. Albatta tasdiqlar bilan просто sizlarga qiziqadigan zonalar, darajalar hisoblanadi. Va 2000 ga buzib o'tdi tana bilan, buzib o'tgandan keyin impulsivni qaytib keldida, aynan o'sha 2000 darajasidan bozor buy ketyapti. Mana bitta buyga reaksiya, ikkita buyga reaksiya, uchta buyga reaksiya. Qayerdan buyga reaksiya oldi? Albatta 2000 darajasidan ko'tarilib ketdi. Mana ko'ryapsizlarmi ko'tarilishini? Ketdik, dальше skachok berdi. Skachok bergandan keyin 2500 ga chiqdi. 2500 ga chiqqandan keyin bu narx 2500 darajasi uni qaytara olmadi mana. 2480 примерно ozgina sellga atkat boshlandi. Bu sell harakati nima uchun bo'lyapti mana bu yerdagi atkatlar? Bu atkatlar hazilakam atkat emas bolalar. Bu kunlik shamchalar. Bular 1, 2, 3, 4, 5 примерно mana shu o'zida почти broy sellda yurgan. Nimaga? Chunki 2500 ga hurmat qilgan. Oxir-oqibat va buzgandan keyin dalshi tepaga otib yuborish uchun nima qatdan reaksiya olyapti? Xuddi shunaqa, ya'ni 2500 darajasidan. Mana atroflar meni siz darajani mana bunaqa belgilamaysiz. Примерно katta daraja bo'lgach, mana bunaqa belgilanadi. Shu sababdan bozor 2500 juda chiroyli hurmat qilib beryapti 2500 da o'zini. Dalshi ko'tarildik. 3000 ga keldik. 3000 ga kelgandan keyin bozor impulsivni buni buzgandan keyin bizga bu yana xuddi shu narsa, ya'ni buzdimi qaytaruvchi daraja bo'ladi. Ya'ni qo'llab-quvvatlovchi daraja hisoblanadi va biz bu darajani bemalol bayga ishlatsak bo'ladi. Tana bilan buzyapti impulsivni shamchalar bilan bu tillarni o'sishi qaytyapti bay. Bu как раз 25-yilda mana yanvar, tak 25 bo'lsa da. Примерно mana shu atroflarda men katta zarralar qilganman, chunki biz o'sha men aytganimdek 20-yildagi mana bu harakatlarga o'rganib qolgandik. Mana bunaqa kuchli skachoklarni men oldindan sezmagandim to'g'risi. Va yana bir keyingi darajalarni ko'rib chiqamiz. Bu 3500 darajasi. E'tibor beramiz, narx 3000 dan ko'tarilib 3500 ga juda chiroyli ko'tarilib ketdi va bu narsa unaqa ko'p vaqt davom etmadi. Где-то bir hafta, 1,5 hafta ichida ko'tarilib 3000 ga urib, rovna qaranglar 3000 dan atkat olgan. Va mana bu reaksiyalar ham xuddi shunaqa 3000. Ya'ni men sizga aytdim, chiziq bilan siz belgilamaysiz, to'rtburchak zona bilan belgilaysiz. Shu sababdan mana bu qaytishlar bu rovna 3000 ga hurmat qilgani uchun, to есть 3500 ga hurmat qilgani uchun bozor ko'p o'ynab berdi mana bu yerda. Где-то adashmasam avgust и aprel, may, tak iyun, iyul, avgust, почти 4 oy ekanda, почти 5 oy mana shu yerda o'ynab berdi. Keyinchalik baribir skachok tepaga. Atkat olib berish ham xuddi shu narsa 3500 darajasidan bo'lgan. Keyin ko'tarildik. Ko'tarilgandan keyin 4000 ga chiqdik. 4000 ga hech qanaqa ignorsiz buzib o'tib ketildi va narx 4000 dan sapr darajasi sifatida foydalanib yana bayga yana qaytib keldi. Yana bayga yana qaytib keldi. Yana bayga yana qaytib keldi. Yana bayga shu yerdan juda chiroyli skachok. 4,5 ga chiqdik. 4,5 ga chiqqandan keyin bozor bitta kuchli tashlash bo'ldi va aynan mana shu kuchli sellga oqish 4,5 darajasidan bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyinchalik baribir buni buzib o'tdik. Buzib o'tgandan keyin bayga atkatini xuddi shu 4,5 darajasidan ko'rishimiz mumkin. Va 5000 ga keladigan bo'lsak, 5000 ham juda kuchli buzdik. Hech qanaqa atkatsiz buzildi bu 5000 va buzilgandan keyin ko'tarilib 5,5 ga chiqildi va 5,5 dan qaraylik uzun soya bilan qaytib ketdik. Bu mavzuni bilganlar aynan savdoni вообще maza savdo qilishingiz mumkin. Hozirgi vaziyatda mana keyinchalik 5,5 dan 5000 ga ham buzib o'tildi va 4,5 dan yana atkat oldi. Ya'ni ancha oldin tashlab ketilgan 4,5 ga ham bozorda hurmat qilib beryapti bu narsa. Keyinchalik atkat vazifasini bu narsa o'tadi. Keyinchalik yana qaytib keldik va 5000 darajasidan yana sellga atkat. Ko'tarildi, tushdi va hozir yana skachok, balkim mana bu darajani ham urib qo'yamiz. No, это уже не важно, ya'ni unaqa muhim emas bu narsa. Asosiysi mavzuni yaxshi yomonligi, ya'ni mavzuni haqiqatan seryoz mavzuligini sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Endi bu mavzular, darajalar albatta juda qisqa mavzular, lekin ichida juda ko'p sekretlarni men sizlarga tushuntirib berdim.
ularning ichida siz tasdiqlar topib, buy mode, buy engulfing, sell mode, sell engulfing topib savdo qilsangiz yanada aqlliroq, yanada aniqroq bo'ladi. Asosiysi siz ulardan kamida 1-2 satni ochib ketsangiz, bu sizga yetib ortadi. 1-5, 1-10 shart emas. Va kelinglar, bugungi mavzuyimizda ozgina boshqacharoq, ya'ni boshqa shaxsga dars o'tishga qo'yib beramiz, ya'ni sizlarga. Men sizlarga shunaqa vazifa beraman. Ya'ni darsimizning qolganini o'zingizlar qilasizlar. Bu qanaqa bo'ladi? Zadaniya sizlarga, men boya sizlarga narxlarni belgiladim. Mana tepada boya esinglarda edi. 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500 va pastga ham misol 4400, 4200, 4300, 4400, 4500. Kelinglar sizlar endi ichki time frame, 1 kunlik emas, 4 soatlik time frame'da ichki darajalarni xuddi mandaqa belgilab olib, mana mandaqa belgilab olib, ichki darajalarni qanaqa reaksiya olganlarini ko'rsatib berasizlar. O'zingizlar uchun ko'rib olasizlar va iloji boricha admin ссылка harakat qilamiz tashlashga yoki mabodo tasha olmasak, o'zingizlar uchun praktikovать qilasizlar mana shu narsani, ya'ni imенно tillarni o'zida xuddi shu darajalarni полностью 3000 dan boshlab 3100, 3200, 3300, 3400 ketib tepaga qarab to hozirgi narxgacha, ya'ni 5500 gacha qilib ko'rasizlar. Tushunarli? Bu darajalar mavzusini serios qabul qilinglar. Haqiqatan zo'r mavzu. Ko'pchilik bu mavzuni 1 oylab, 2 oylab sizlarga o'rgatadi. Bu mavzuni o'ziga 1 kun yetadi. Ya'ni 1 kun emas, даже mana 20 minut, yarim soatlik darsimizda sizlarga bemalol yetib ortadi. Shu sababdan masalan ko'p vaqtinglarni olmayman. Praktika qilishda davom etishinglar kerak. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa keyingi darslarda sizlar bilan ko'rishguncha.